Vanilin tuxumi yana nima edi? Tuxumni tovuq deydan so'rgandim. Mushuram to'g'ri qilib. Banan olib qara. Voy. Mana buni aytyapsanmi? Ha, nima Chiriyapti, qanaqa banan tasha musurga. Voy, mana shu chirigan bananni men sizga zo'r pirog qilib beraman. Mazasi og'zingizda qoladi. Qaynanam o'rgatgan, musurga tashlamang. Buni Endi men pishirgan bananni pirog yeyishim qoldi. birinchi bo'lib oyijoninglar taqdiriga qilgan qimmat ko'rotgan olasizlar. Bu bilan yana eringlarni urmanglar. Shu gul adashmasam sizga bosib Shirinligimiz tayyor bo'lguncha qaynonamiz chirib bosgan kastrulkalarni tozda qilib bavi bilan yuvib olamiz. Qaynonam o'g'li qarab oling, shirinlik tayyor. Nima deyvoy? Aziz aka, Voy, men buni yeb ko'ring birinchi. pul qo'yib qo'yma. Yo'q, 15 minut tayyorlab tashladim. O'shanga aytyapman deb. Bismillah. Zo'rligi zo'ru. Oshxona nima qilding?